Kia'dan yana bitta byudjetli sedan mashina K3. 2 yil oldin Sonet qanaqa bomba bo'lgan bo'lsa, bu mashina ham xuddi shunaqa bomba bo'ladi. Sababi bu Onyx va Gentra'ga konkurent bo'ladi. Qisqacha men sizlarga tushuntirib beraman. Bu mashinani LED faralarini ko'ramiz va ichida juda ham ko'p navorotlari bor. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Men hozir sizlarga navorotini ko'rsatib beraman. Zamonaviy mashina nima kerak bo'lsa, hamma komforti bor. Lyuk deysizmi, bu yerda klimat kontrol. Mana displeyga qarasangizchi, to'liq obzorni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. 1-2 kundan keyin to'liq obzorni joylaymiz. Videoga like bosib qo'ying. Sizlarga ham nasib qilsa, bunaqa mashinalarda undan tashqari orqasi juda ham keng ekan. Bitta ko'ring. Oldiga o'tirib, sidinani surmadim. Sidinani surmagan holatimda orqada bemalol komfortni o'tiribman. Xullas, olgan odam orqadan bemalol mazza qilib ketadi. Shu mashina narxini opisaniyada yozib qoldirdim. O'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Narxi arziydimi?